Assalomu alaykum hammaga. Hamma sog' salomatmisizlar? Yana quyonlarimizni bolalardan ajratib, ularni qo'shib qo'yganmiz. 31-mart kuni qo'shganmiz. Xudo xolasa bu osiblar. Bolalar ham 45-50 kunlik bo'lyapti. Endi mana buni ham qo'shib qo'ydik. Xudo xolasa 4-5 kundan keyin ajratamiz bolalarni. Hozir ko'rsataman qayerga qo'shganimizni. Bular yangi yasagan kletkalarim. Bularga o'sha boshidan qo'yib kelib boshladim. Mana bu ajratgan quyonlarim. 45 kunlik bo'lib qoldi. Bular sekin-sekin sotuvga chiqyapti. 2-3 tasi ham sotildi. Kimga qiziq bo'lsa pastda nomerlar qoldiraman. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana bular sameslar, mana bu tomon samkalar. Bu hikol, bu hipilus. Bu hipilus, mana hikol sameslari. Hop, bu yoqda burgundlar. Ular 50 kunlik bo'lib qoldi. 55 kunlik bo'ldi bular ham. Bu samka, bular samesa. Buni ham bittasi sotilgan, ikkita sames qoldi. Samkalar sotilmaydi, samkalar o'zim zotga olib qo'ydim. Sames ikkita sames qolgan, bittasi sotilgan. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana endi Xudo xolasa bular ham 1-2 kunda bu yoqqa chiqadi. Onadan ajraydi. 4-5 kunda Xudo xolasa 1 oylik bo'ldi bular. 35-40 kunlikda ajratyapmiz. Keyin yangilik ko'rsatdi, yangilik. Toshkentdan kelgan hikol quyonimiz. Tuqqan. Onachalari 5 kunlik bo'ldi. Sevmasin. 13 ta tuqdi. Bolalar katta-katta. Uchun qoplab qoldi. 5 kunlik bo'ldi. Bittasi. Qolgan bu yoqda yana bittasi. Bolalar. Yotibdi. To'qqizta tuqqan. Maza qilib yotibdi. Onasi. Kanalga like va obuna bosishni esdan chiqmasin. Bu samesimiz. Shularga para qilib olib kelganman. Like, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Qiziq videolar hali oldinda. Barchangizni yangi videolarda kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar.